Ahmadonish ko'chasi yo'li yuzida 3 xonali kvartira ipotekaga chiqdi o'rtoq. Bu yog'imiz prixojay zona. Katta shkafi bilan jihozlangan. To'riga yurganimizda bu yoqda hojatxona alohida joylashgan. To'ridagi eshikni orqasida oshxona. 4-etaj, 9 etajli domda umumiy maydonimiz 72 kvadrat. Koridorimizda bu yoq tomonga yurganimizda bu yoqda katta garderobni shkaf joylashgan. Bu xonamiz esa детский spalnya. Yonida esa родительский spalnya joylashgan. Videoda ko'rilayotgan hamma jihozlar qoladi. Bu yog'imizda esa hammom joylashgan. Endi uyimizning asosiy xonasiga kiramiz. Bu esa zal. Zalimizning razmeri 5 metrga 6 metr. Narxiga keladigan bo'lsak, 89 ming egalari so'rashyapti. Kaliti bir kunda beriladi.